aslida odamzodni eng buzaydigan narsa uzoq yashash. Shuning uchun alhamdulillah ala ni'matil maut deysiz. O'lim ne'matiga Allohga hamd bo'lsin. Yaxshi hamki shu o'lim ne'matini Alloh yaratgan, odamzod o'lib turadi-da, o'sha zolimlar ketib keyingi avlod bir xayrli avlod bo'lib chiqib turadi. Mana o'zimizda ham qarang, bizlar kommunist chollar o'lib ketsa, zurriyotlari musulmon odamlar bo'lib chiqyapti. Ana shuning uchun Alloh yoppasiga halokatni to'xtatgan. Chunki bizlar o'sha zolim qari chollar o'lib ketadi-da, keyingi avlod yaxshi bo'lib chiqadi. U yoppasiga qirib yorishga hojat yo'q. Yer yuziga yoppasiga azob kelmayotganining sababi Allohning rozi qilgan qanchadir odam bo'lar ekan baribir yer yuzida. Hozir ham odamlar aytadi-ku, nimaga mana kofirlarga Alloh balosi kelmayapti deydi. Alhamdulillah, ummatda xayr bor chunki. Alloh o'sha insonlar sababdan azobni daf qilib turadi yer yuzidan. Mana siz ularning ichida ekansiz, Alloh ularga azob jo'natmaydi dedi-ku Rasuliga. Ana shunga o'xshab shunday bir odamlar borki, o'shalar yashayotgani uchun bir mintaqaga Alloh azob jo'natmaydi. Lekin bu odamlar zolimlarni ko'rasiz, o'shalarni yo'q qilish bilan ovora bo'ladi. O'shani yo'q qilsang, aslida sen o'zingga baloni eshigini ochgan bo'lasan. O'shani yo'q qilsang, aslida sen o'zingga baloni eshigini ochgan bo'lasan. Xo'p, savol, nima uchun odamzod yashagan sari buziladi? Chunki odamzodni buzishga ta'sir o'tkazadigan narsalar bor. Birinchisi nafs, ikkinchisi shayton, uchinchisi orzu-havas, to'rtinchisi unutish. Ana shu narsalar odamzodga ta'sir o'tkazadi-da, borgan sari, yashagan sari odamzod yomonlashib ketaveradi. Bu nimaga o'xshaydi? Masalan, bir avtomobil yo'lda katta tezlikda harakatlanyapti. Shunda agar yo'lda bir kichkinagina tosh chiqsa ham, u avtomobilning rulini balonini 1 millimetrga burib yuborsa ham bo'ldi, qarabsanki 1 daqiqadan keyin o'sha avtomobil yo'ldan chiqib ketadi-ku, balki bir necha soniyadan keyin. Odamzod hayoti mana shunga o'xshaydi-da. Odamzod bu hayot yo'lida harakatlanar ekan, shitob bilan ketyapti zamonda. Zarracha ta'sir ham odamzodni yo'ldan chiqarib yuboradi, sondan chiqarib yuboradi. Endi bu ta'sir zarracha emas-da, bu nafs deyapmiz mana. Nafs bir balo bu, to'ymaydi. Shayton deyapmiz mana. Orzu-havas, unutish, o'zi kimmiz biz, nima qilishimiz kerak, qaydan kelganmiz, qayerga ketyapmiz, qanaqa yashashimiz kerak. Mana bu narsalarni unutish odamzodni bir pastda yo'ldan chiqarib yuboradi. Mana o'zingiz hayotingizda misol qilib olib qarang, balo kelgan vaqtlar qanaqangi yig'laysiz, Allohga nolalar qilasizda, ofiyat kelsin-da, 1 soatda unutasiz. Shuning uchun aytishadi-ku, balo o'zi mu'minning tuzi. Shu balo bilan tuzlab turilmasa, mu'min bir pasda ayniydi, go'sh aynagandek. Ana shu narsalar sababdan odam yashagan sari keyin yomonlasha boshlaydi yani. Endi hadisda aytilgan yaxshilaring umri uzun bo'lib, amali go'zal bo'lganlaring deyilgan. Bu endi o'shanday bo'la olganlarga. Aks holda odam yashagan sari, borgan sari fitnaga duchor bo'laveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Tu'radul fitana alal qulub kal hasir yaudan udan, fa ayyuma qalbin ushribaha nuktat fihi nuktatun sawda wa ayyuma qalbin ankaraha nuktat fihi nuktatun bayda." حتى تسير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Fitnalar qalbga ro'baro qilinaveradi. Xuddiki buyraning cho'plari yonma-yon to'qilingani kabi. Qaysiki qalb fitnani ichsa, unda bir qora nuqta paydo qilinadi. Qaysiki qalb uni inkor qilsa, unda oq nuqta paydo qilinadi. Hatto qalb ikki qalbga aylanib qoladi. Bir qalb borki silliq toshdek, oppoq, unga hech qachon fitna zarar bermaydi, modomiki samovatda yir turar ekan. Va boshqa bir qalb borki qop-qora to'ntarilgan ko'zaga o'xshaydi, na yaxshilikni yaxshilik deydi, naki yomonlikni inkor qiladi. Illa u o'zining havosidan ichirilgan narsagagina ergashadi deganlar. Ya'ni bu hadis birga keltirishimizdan maqsad, mana qarang, odamzod yashar ekan, ana shunday fitnalar kelaveradi. Uni qalb inkor qilsagina odamzod salomat qoladi. Aks holda odamzod mana shu kelayotgan fitnalar sababdan borgan sari yomon maxluqqa aylanib boradi.